Jinnixonadan ham o'tganmiz. Ha, jinnixonadan ham o'tganmiz. Siz yana turmush qilgansiz-a, Dildora? Ha, turmush qilganman. To'g'ri. Shifokor ko'rigidan o'tganman. Hatto turmush qilganimda ham ovqati tuzini ham bilmasdim. Baland qilib qo'yardim, hattoki sho'r qilib qo'yardim. Keyin qancha solishni ham bilmasdim. Miqdorlarni bilmasdim. Hozir qanaqa? Yaxshi o'zgarishlar, hattoki qaychi ushlashni bilyapman, qo'limda hattoki tikish to'qishligicha bilyapman. Hattoki tuzni qancha solishligicha bilyapman, hammasini даже o'rgandim. Psixologik tomondan ham o'zgarishlar bo'ldi. Yana bitta savol bor, juda ham qiziqtirgan savol. Bu haqida siz bilan ko'p gaplashganmiz, lekin hozir efir oldida ham bu narsani so'rayman. Nega 24 yoshgacha bu haqida hech kimga aytmaganmisiz yoki sezishmaganmi? Sezishmagan desam ham bo'ladi bu narsani. Chunki ko'p joyga bordim, o'qidim, o'quv markazlarida bu yerda bor narsa, u yerda yo'q edi. Ular meni holatimni bilmadi, diagnoz qo'yisha olmadi. Eng katta xatoyimiz ham mana shu. Bola oddiy ko'nikmalarni o'zlashtira olmayaptimi? Bu biz uchun odatiy hol. Hamma aylar keyin o'zlashtirib oladi. Hamma aylar keyin odam bo'lib oladi. Yo'q, sizda, farzandingizda qanaqadir bir muammolar kelib chiqyaptimi? Siz mutaxassisga murojaat qilishdan uyalmang, hurmatli ota-onalar. Iltimos, farzandlaringiz uchun baxtliroq harakatni qiling.